Xosatan bu eri bor ayollarga va birinchi xotin bo'lib teggan ayollarga. Sizlar o'zingizlarni ololmanglar, bunday qilibchi. Xo'pmi, iltimos sizlardan. Sizlar o'zingizlarni mana bu ikkinchi xotin bo'lib tegayotgan bo'lsam, beva ayollardan o'zingizlarni ustun ko'rasizlar ekanda, ko'p yerda sezilib qolyapti. Tan olinglar, sezilib qolyapti haqiqatan. Kommentariyalarda, boshqa yerlarda ancha videolarda ko'ryapman-da, sezilyapti. O'zingizlarni ustun ko'rasizlar ekanda, bulardan ko'rachi. Sizlardagi nima import dinasida yaralganmisizlar? Hammamiz ham bitta narsani yaralganmiz, bu narsani tan olishlik kerak-da, haqiqatan. Erkakcha gap. Sizlar o'ylaysizlar shekilli-da, ular ustun, bulardan biz ustunmiz debchi. Vallohi ustun emaslar. Inson nima bilan ustun desa, ilmi bilan, taqvosi bilan. Boshqa narsa bilan ustun bo'lmaydi. Shuning uchun ayetga borganimizda oxiratda hammamiz ham birdaymiz. Xo'pmi? Shuni bilib olinglar. Sizlar o'ylaysizlar shekilli-da, menimcha, ashtaqa ayollarchi ba'zi birlari. Biz faqat birinchi ayol yashaymiz va es qolib ketmaymiz deb o'ylaysizlarmi? Bu jon issiq, jon bir pasda chiqib ketib qoladi. Ertaga siz ham boshingizga bevalik tushadi. Balkim ertaga siz ham boshingizga ikkinchi xotinlik tushib qoladi. Chunki mana shu ikkinchi bo'lib tegayotgan ayollar ham hech qachon onasining qonidan faqat tushganda ikkinchi xotin bo'lib tegaman deb orzu qilmaydi. Hammasi ham bitta yagona bo'lib yashayman deb harakat qiladi. O'ylaydi va niyat qiladi shu narsani. Lekin taqdir taqozosi shundayki, Alloh biladiganda nima bo'lishligimizni. Shuning uchun opalar, sizlarga qattiq eslatma bu. Akalik, ukalik eslatma, o'zingizlardan ketmanglar. Sizlar ham bandasizlar, ular ham banda. Biz ham bandamiz. Shuning uchun yaxshi bo'lib, ularni o'zlaridan past ko'rmasdan Alloh xudo deb jo'n yashaylik. Xo'pmi, iltimoslar. Juda ko'p yerda ko'rib qolyapman-da. Ular go'yoki ikkinchi sortday qarashlar ekanda. Ular ham odam. Ular ham odam. O'zingizlarni ustun ko'rmanglar.